Startaperlarga maslahatim bor. Xabaringda bor. O'zi hozir hamma startap qilyapti, nimadir qilishga harakat qilyapti va shu oraliqda yangi startap qilmoqchi bo'lganlarga bitta maslahatchani berib ketmoqchi edim. Bilasizlar, menimcha o'zim produkt dizayn, produkt bo'yicha ishlayman. Ko'plab startaperlar menga qaysi qismini qilib bering, qaysi joyini qilib bering deydi va shu oraliqda shu narsani tushundim. Uch xil yo'nalishda menimcha уже startap qilish bu уже kech degani. Nimaga deyman? Birinchisi bu timeline bo'yicha, ya'ni vaqtni ekonom qilish yoki biron bir narsani to'g'irlash yoki hisob kitob yozib boradigan narsalar уже mani fikrimcha eskirgan. Chunki bu narsada juda ham ko'p konkurensiya bor va umumiy olganda Yevropa va boshqa davlatlarda ham shu narsalarni уже qilishyapti. Ikkinchi направление bo'lsa bu til o'rganish, ya'ni qaysidir направлениеda tilni o'rgatadigan yoki biron bir narsani o'rgatadigan temalar menimcha juda eskirdi. Chunki yaqin oraliqda sun'iychilik tufayli til baryeri уже yo'qoladi. Taxminan bir yilcha ichida menimcha yo'qolib ketsa kerak bu narsalar. Mana shu yo'nalishda qilishni maslahat bermayman. Uchinchisi bu B2B yo'nalishi bo'yicha. Agarda B2B yo'nalishi bo'yicha pullaring bo'lmasa va agarda sizlar sotishni bilmasangiz, biron joyga borib, rasxod qilib, kimgadir erib, kimgadir nimadir berib, biron narsa qilishga sharoitlaring yoki moliyaviy tomonlaring bo'lsa, B2B segmentga ham kirishni maslahat bermayman. Chunki bu yo'nalishda aslında kattaroq pul kimgadir beriladi, kimgadir otiladi va borib turib gaplashiladi, yurish kerak bo'ladi. Yurishga sharoitlaring bo'lmasa, qanaqadir moliyaviy tarafdan imkoniyatlar bo'lmasa, maslahat bermayman. Endi keladigan bo'lsak, iloji boricha yaqinlaring atrofingdagi boshqalarni ko'ringlar va qarab o'rganinglar. Основной yechim beradigan B2C segmentdagi odamlarga yechim beradigan mahsulotlarni, startaplarni qilsanglar, meni fikrimcha imkoniyatlaring yuqori bo'ladi. Sababi bunaqa muammolar O'zbekistonda tiqilib yotibdi. Juda ham ko'p. Chestno aytaman, juda ham ko'p. Oddiygina sartaroshxonami biron joyga kirsangiz, u ham o'zining muammosi bor. Mana shu joylarda B2C segmentdagi narsalarni agarda qilsanglar, qanaqadir yechimni qilsanglar, bu juda yaxshi effekt olib keladi deb o'ylayman. Eng asosiyati ham til o'rganish bo'yicha qilmanglar. Ya'ni til o'rganish bo'yicha shaxsan o'zimga 12 tami kompaniya chiqdi. 12 tami kompaniya, 12 ta kompaniya hammasi til o'rgatadigan, o'sha Duolingoga o'xshagan va boshqa narsaga o'xshagan platformalar va ularga narsalar qilish kerak, boshqa qilishga juda ham ko'p. Aslida unaqa narsalarga, уже bo'lgan narsalarga maslahatimga yopishmanglar, investitsiya olishlaring ham qiyin bo'ladi. Iloji boricha реальный mayda решение bo'lsin, katta narsa bo'lmasin, maydagina решение bo'lsin, o'shunaqa narsalarga upor berganlaring yaxshi deb o'ylayman. Chestno o'shanda yutib chiqishinglar mumkin.